Dvigatel holati uchun xavotir olmaslikning eng oddiy usuli bu avtomobilingizni muzeyga topshirishdir. Ammo aqlli usul Sintec motor moyini Molesint texnologiyasi bilan ishlatishdir. Molibdenning innovatsion formulasi detallarda qo'shimcha himoya qatlamini hosil qiladi. U ishqalanishga qarshi 56% samaraliroq turadi. Sintec motor moyi aqlli tanlov. Do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. Shapaloq shapaloq shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan uloq shapaloq. Ukajonim, biz xususiy avia shirkat hisoblanamiz va uchuvchilarni ishga olyapmiz. Hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyodan uchuvchilarni ishga olish uchun e'lon berganmiz. Sizdan biroz avval Olmoniyalik uchuvchi keldi. 3 yillik tajribaga ega ekan va 3 millionga rozi ekan. 1 millionni o'zimga, 1 millionni xotinimga, 1 millionni sug'urtaga deb hatto olmoqchi bo'lgan oyligini ham tavsiflab berdi. Undan keyin angliyalik uchuvchi keldi. 6 yillik ish tajribasiga ega va 6 millionga roziman dedi. 2 million o'zimga, 2 million xotinimga, 2 million sug'urta va kelajagim uchun dedi. Shunga qarab, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holda qancha maoshga ishlamoqchisiz? Necha yillik tajribangiz bor? Shunga qarab gaplashsak, bir xulosaga kelarmiz. Endi bilasizmi, men hali uchmaganman. Buni ustiga ozgina balandlikdan ham qo'rqaman. Lekin 9 millionga roziman. Siz hali parvoz qilmaganmisiz? Yo'q. Tajribangiz yo'q. Balandlikdan qo'rqasiz? Yana 9 million oylikka rozi bo'lasiz. Rozi bo'laman. Sal tavsiflab bering-chi. Hozir shuni tushuntirib beraman sizga. Xo'sh. Agar 9 million oladigan bo'lsam, 3 million menga. 3 million sizga demoqchi edim. Unda kim uchadi? Ana Olmoniyalik uchadi. Aytdingiz, rozi 3 millionga dedingiz, to'g'rimi? Rozimi? To'g'ri. Bo'ldi, ana shu uchirib o'raveramiz. Afarin. Siz ko'pchilikni o'ylar ekansiz-a? Shunday. Ota-bobomdan o'tgan. Ay, bag'ri keng o'zbegimdan o'rgilay. Rahmat. Qoyil. Ana shu aql tafakkur bilan-chi, biz juda balandlarga uchamiz. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Bormisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz ukam? Nima gap? Men bu salondan turib ocha olmayman bagajni. Keyin yopaman desam yopilmaydi ham. Endi bitta gapda. Menga qarang. Men uyimda ish qilmayman. Meni ishxonam bor. Bu yerda men arenda to'layman, boshqa qilaman. Qolaversa hamma asbob uskunalarim o'sha yerda. Ishxonamga olib borasiz. Yengilish-ku, bu iloji yo'qmi shu yerda? Yo'q. Meni qolaversa prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi uyda ishlash. Bo'ldi, olib boramiz. Ukajonim, olib boramiz. O'zingizdan nima gaplar? Tinchmi? Hamma gap sizda-yu. Bu qachon endi uylanasiz endi? Endi uylanish uchun aka bilasiz, pul kerak, soqqa kerak. Harakat qilyapman. Uylanishga hozir soqqa kerak emas, hozir ukam. Ha. Siz o'zingizni to'shaklaringizni olib kelasiz, kelin bola o'zini to'shagi bilan keladi. Yonma-yon solasizlar, yashayverasizlar, ukam. Aytishga osonda sizga aka. Men oyoqqa turishim kerak uylanishdan oldin. 30 ga kirdingiz, ukam. Oyoqqa turguningizcha boshqa yeringiz turmay qoladi, ukam. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Ertalab uyqudan tura olmay qolishingiz mumkin degan ma'noda aytayapman. Buni ustiga ayol kishining videolariga turib bera olmay qolasiz, ukam. Qoyil.
Ukam taksimi? Ha, taksi keling aka. Mani shundoq bankka olib borib qo'y. Uchirib olib boraman bankka aka. Unaqa o'chirish shart emas uka. Nega? Mani shoshilayotgan joyim yo'q. Mashinani sal ehtiyotkorlik bilan haydayverasan. Uyda mani 9 ta bolam kutyapti. Aka, ehtiyotkorlik haqida hamma gapirsa ham siz gapirmang aka. Nimaga? Ehtiyotkor bo'lganingizda 9 ta bolangiz bo'lmasdi aka. Chiqing, hazil. Olib boraman aka, Ketdik. Kelganingda bo'lardi tunlar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Endi ilhom kelayotdi. Sen kelganingni qara. Qaysan u traktorchi Ilhom akami? Yo'q, bu she'riyat ilhomi. Yo'q, mana unaqa ilhomlarga aralashtirmang aka. Yaxshimisiz o'zingiz? Yaxshi. Tuzukmisiz? Ijod bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Yangilardan bormi? Bizda yangilik har kuni yangilik bor. Mana qarang, menga o gullar, bog'lar, tog'lar haqida emas. Ha, Bo'ydoqlar haqida, o'zimga o'xshaganlar haqida she'r kerak. nechiga kirding? 30 ga qarab ketyapman. Zo'ri bor. Ha, menga atalgandan ayting. Yoshing kirdi 30 ga. Dil bermading hech qizga. Peshonang to'ldi tuzga. Bo'ydoqsan so'ta qo'zi. Sen tengida 3 bola. Senchi hamon puch bola. Bunday yorni quch bola. Bo'ydoqsan so'ta qo'zi. Hayotingda ma'no yo'q. Yo'lda ko'rgan otar o'q. Otang urib turar do'q. Bo'ydoqsan so'ta qo'zi. Bomdod mahal yotarsan, peshingacha qotarsan. Sen qachon as qotarsan? Bo'ydoqsan so'ta qo'zi. O'tin kirsin o'choqqa. Xotin kirsin quchoqqa. Ozor berma. Qa. Uylan tez. So'ta qo'zi. Bu she'ringizdan keyin uylanmasam bo'lmaydi. Bo'pti, men ketdim ishga. Qayerda ishlayapsan? Mashina ustaxonasida ishlayapman. Bir kun kelib she'rlaringiz zo'r bo'lib ketib, she'rlaringizni orqasidan jaraq pul topib mashina olsangiz, buzilib qolsa, kelsangiz tuzatib beraman. Bo'pti. So'ta qo'zi. Ha, Olimjon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu deyman, yana qizingiznikigami deyman? Mehmonga chaqirishyapti. Kuyovni tug'ilgan kun ekan, borib kelaylik. Bu qizingiz moslashib qoldimi yangi xonadonlarga? Yaxshi yashayaptimi? Qizim juda ham baxtli. Ajoyib eri bor. Ayvoy. Qizimga mashina, behisob tilla taqinchoqlar sovg'a qilgan. Xizmatkor ham yo'llagan uyiga. Qizim tushga yaqin uyg'onadi. Yo'q, Qizimni kuyovim boshida ko'tarib yuradi. Baxtini bersin. O'g'lingiz-chi, ishlari yaxshimi? Yaxshi yuribdimi? So'ramang. Siz shunday yigit. Bir vaysaqiga uylangan. Opa? Xotini nima xohlasa muhayyo qiladi. Mashina deysizmi, tilla deysizmi? Kelin yalqov, tushga yaqin uyg'onadi. Betarbiya, befarosat. Peshonamiz sho'r ekanda, uka. Menga qarang. Peshonada opa endi. Ilgari 40 yilda qaytsa, hozir 40 sekundda qaytyapti ekan opa. Bu nima deganingiz? E'tibor qilmang. Baxtini bersin. Aytganingiz kelsin. Yuring. Bu narsa yemizmi kuyovnikida?
ukam, baraka top. Umuman xavotir olmang. Bundan buyog'iga toychoq umuman sizni uyaltirmaydi. Ehtiyot qismlarini zo'rlardan qo'ydim. Qancha bo'ldi? 200 ming so'm. 200 ming? Ha? Sen 200 mingga shuncha ish qilasanmi? Endi narx-navo shunaqada aka. Kasbingni o'zgartir. Nimaga? Hozir oson ish topib, yaxshi yashaydigan zamon. Endi so'raganda aybi yo'q. Qo'shnimiz-ku. Darvozangiz tagida she'rlar o'qib, bir narsalar deb o'tirardingiz, birdan o'zgarib qolibsiz, mashinalar olibsiz, kiyinishlar boshqacha. She'rlaringiz qimmat narxga sotilib ketdimi deyman. She'r yozmayapman. Ha? Tashadim. Kasbimni o'zgartirdim. Hozir xususiy tadbirkorman. Xususiy tadbirkor nima ish qilyapsiz? Endi o'zimni radarlarim bor, kameralarim bor, ishchilarim bor qo'limda. Ularga oylik beraman. Har bitta jarimadan menga davlat tushib turadi. Aka, quloqlik yaxshi emas-ku. Quloqlik davr talabi. Oson pul topib mazza qilib yashayman. Senga o'xshab qo'lim qoramoy qilib, mana bu yerda ishlab yurmayman. O topgan pulimdan chiroyli do'konlar, to'yxonalar quraman, shahar quraman. Shu xalq uchun quraman. Menga qarang. Menga ham o'rgating. Men ham shunaqa ish qilay. Yo'q, sen eplolmaysan. Nimaga? U tug'ma bo'lish kerak. Quloqlikmi? Sen eplolmaysan. Lekin mayli, sen mehnatkash bo'lasan, yo'l-yo'riq o'rgatishim mumkin senga. Aha. Birinchi ishni mana shu qo'l telefoningda boshlaysan. Shahardagi 3-svetofor bor-a? Ha. O'sha svetofor bo'sh. O'shani senga beraman. Borib o'tirib tirikchiligingni boshla. Rahmat. Bo'pti, sog' bo'l. Rahmat. Rahmat. Hali qarab tur, shoir Sharmandi. Sandan zo'r bo'lib ketaman. Assalomu alaykum, Robert aka. Va alaykum assalom. Albert aka, hech o'rgatolmadim sizlarga. Ish qilib bir allambalo ismingiz bor-da. Mana qarang, shahar markazigacha yetib oling. Bo'ldi. O'tiring. Nima gaplar endi Behruzjon? Tinchlik aka, yuribmiz. Uylanishga harakat. Unda bosish kerak Behruz. Omadli uylanish bo'lsin deb niyat qilamiz. Omadli uylanish bu nima degani? Bu omadli uylanish degani bir qop zaharli ilonni ichidan qo'lingni tiqib zaharsini topish degani. Siz topganmisiz? Ukam. Hali hech kim topganini ko'rmaganmiz. O'rimiz zahar ilib o'tmoqda. Ana. Ilonni esasang dubi ko'rinadi degandek mana. Ha, onasi. Bo'ldi. Kartoshka, piyoz, sabzi, ha. Salomat bo'ling. Hop. Zo'r bo'ldi. Ko'p xotinni yomonlayvermasdan yo'l qoidasiga amal qilishni o'rganing, Robert bey aka. Ertalabdan pochin yeysiz. Zo'r bo'ldi.
Ha uka? Tinchlikmi? Tirikchilik boshlab yordingizmi deyman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q, tavba qildim deng, qanaqa tirikchilik? Mashina juda chiroyli ekan. Havasim keldi. Bizga ham nasib qilsin deb tomosha qilib turgandim. Ha, endi uka, kecha kunduzda bunaqa mashinalarga erishish oson emas. Ha. Aql kerak, ilm kerak, mehnat kerak va sabr kerak uka. Bir narsa so'rasam maylimi? Tajribangizni bo'lishing. Menga aytib bering, qanday erishgansiz bu yutuqqa? Menga ham qiziq. Oson bo'lmagan ukajonim. Men qishloqdan oliy o'quv yurtida o'qiyman deb poytaxtga kelganman. Oliy o'quv yurtiga o'qishga kirib, o'qish davrimda Mardikor bozorida mardikorlik qilganman. Keyin bozorda arava tortganman. Keyin qassobga shogird tushib, go'sht sotganman. O'sha joydan olgan oylik maoshlarimga velosiped sotib olganman. Keyin velosiped bilan non tarqatib, non sotib tirikchilik qilganman. Ana shu topgan pullarimdan eski bitta Jiguli olib taksi qilganman. Keyin Matiz olganman. Xullas, shu orada amakim olamda o'tib qolgan. Amakimni oilasi, bola chaqasi yo'q edi. Butun boyligi menga meros qoldi. Keyin bitta diskotekada mansabdor qiz bilan tanishib qoldim. Keyin uy, joy, mashina, zavod, fabrika, yer hammasi bo'ldi. Bo'ldi xullas. Ha, juda ham qiynalgan ekansiz. Oson bo'lmagan ekan. Juda qiynalganman. Oson bo'lmagan. Uzr. Xotinimni ishdan olishim kerak. Mayli, sog' bo'l uka. Omadingni bersin. Akajon. Nabay. Mabodo. Turmushga chiqmagan qaynisingiz yo'qmi? Yerdan qaytgan bo'lsa ham bo'laveradi. Mabodo. Yaqinda o'ladigan boy amakingiz yo'qmi? Yo'q. O'zimizdan ortmaydi. Jiyanlarim bor, hali oyoqqa turish kerak bo'lgan. Niyatingni qara. Qo'rimsoq. Xuddi o'zini cho'ntagidan ketgandek gapiradi-ya. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Mana uka, moshani aytgandek, oldi tomoniga ham, arqa tomoniga ham kamerani qo'ydim. Zo'rini. 1,5 kilometrdan oladigandan qo'ydim. Aniqmi? Aniq. Mana qarang, mabododa mashinani ikkita yon tomoniga ham kamera o'rnatish imkoniyati bormi? Imkoniyati bor-ku. Nimaga kerak yoniga kamerani? Oldida, arqada bor, yetadi. Aka, tirikchilik-ku bu, tirikchilik. Tirikchilik? Ha? Qanaqa tirikchilik? Misol uchun, mana ikkita kamera o'rnatdingiz. Necha pul ish haqi olasiz mendan? Mana shu qilingan ishga 300 ming olaman. 300 ming? Arzimagan pul uchun shuncha mehnat qildingiz. Men hech qanaqa ish qilmasdan ko'chada mashinada yursam bo'ldi. Mana shu kameralarni o'zi menga pul topib keladi. Ha, kazyollikmi? Ishbilarmonlik. 300 ming olmayman. 300 ming? 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 300 ming?
Aka, men oddiy telefondan ish boshlaganman. Mana mashina oldim, uyimni yangiladim. Nasib bo'lsa ertaga restoran ochaman, indinga to'yxona ochaman, biznesimni kengaytiraman. Mayli salomat bo'ling. Qora mehnatdan baraka topaman deb jon saqlayotgan odamlar. Oddiy telefonda shuncha ishmi, mashina, uy, joy. Nega? Meni ham yaxshi yashashga haqqim yo'qmi? Men ham yashayman yaxshi. Bugundan boshlayman ishni. Bugundan boshlayman. Menga qarang opa, siz xavotir olmang. Siz uyingizdan chiqqan mashinalarni bermaymiz. Uni bilib qolsa muammo bo'ladi, uka. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana men javob. Iya, nima deganingiz bu? Kimdir so'rasa, o'g'ri tushishi mumkin. Uyimga o'rnatganman kamerani deysiz. Keyin kelinim sal nopokroq. Uyimdan narsa tashiydi, o'g'irlaydi. O'shani tekshirish uchun deysiz, tamom. Rostdan shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nima bo'lishi mumkin emas? Mana o'zim tirik guvohman. Siz bilan o'g'lingiz yo'qligida keliningiz uyingizdan sumka narsa tashyapti onasinikiga. Sizlar yuribsizlar ona bola lo'q bo'lib. Menga qarang, kamerani o'rnatamiz. Siz keliningizni har qadamini tekshirasiz. Men esa tirikchilik qilaman, hamkorlik qilamiz. Unda roziman. Aniqmi? Aniq. 5 tashang. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum salom. Men qanaqa ustoz bo'laman senga? Sen bir she'r yozishni bilmasang. She'ringiz bilan men nima ishim bor? Menga tirikchilikni o'rgatdingiz-ku. U ish bo'lmabdi. Ha. U ishning oxirida xayr baraka yo'q. Men ham qancha odamni qaqshatib, oxiri o'zim qaqshab qoldim. Bu yo'ldan qayt. Siz shunchaki kallani ishlatmagansiz. Ish bilarmonlik qilmagansiz. Bo'lar bo'lmas gaplarni yig'ishtiring. Irim-sirimlarga ishonmang. Tirikchilikni bosing. Bitta zo'r she'r bor-da. Menga qarang. Meni endi bekorchi vaqtim yo'q. She'ringizni eshitadigan. She'ringizni omadsizlar eshitsin. Hayır. Eshitgan, men she'rni eshit. Ye Olimjon. Yaxshimisiz Robert aka? Robert aka emas, Albert aka Olimjon. Ahvoli qarang, mana bunaqa jarimalar kelib turgan payt birov ismi tugul. O'zingiz ismingiz ham esingizdan chiqib ketar ekan, aka. Men qarang buni. Bu qora xatmi deyman? Kelmay har balo bo'lsin. Odamga yomon alam qilar ekan, aka. Men qoida buzmasam, belgilarga rioya qilib tezlikni oshirmasam, mana shu mahallamga kirsam, mana shu kamarni yechaman xolos, aka. Hayronman, aka, bu qattan qora xat, qattan bu qoida jarimalar. Bu xabaringiz yo'qmi deyman, ha? Yo'q, nimada xabarim o'sha? Bu qo'shningiz bormi Behruzjon? Ha. Butun mahallani hamma burchaklariga kamera qo'yib, hammani shunaqa tushiryapti. Behruz. Ha? Bo'lishi mumkin emas, aka. Behruz bu beozor, bir oqibatli, bir mehribon qo'shnim. Ishonmayman. Nimalar deyapsiz, Olimjon? U o'zini tog'asini ayamabdi. Yo'q, Kecha yaqinda meni ham
katta pulga tushirdi. O'shaning uchun piyoda yuribsiz aka. Ha, mashinam jarima maydonida. Aytdim, bu ishlari yaxshi bo'lib ketib, mashinalarni yangilab oldi. Yurish-turishlari o'zgarib qoldi bu. Qanaqa qo'shnilarga kunimiz qoldi aka? Bittasi mana bunaqa kazollik qilsa, bittasi raqsga tushib TikToklarga chiqsa. Bularni bir tartibga chaqiradigan odam nahotki topilmasa shu qishloqda. Kim u raqsga tushadigani? Ana medsestra. Qanaqa medsestra? Ukangiz bor-ku? Medbratmi? Ha. Allo kunam namisha Desettoram hamisha chaki borona bina bo'ldi. Jat tomosha qilar ekansiz. Tartibga chaqiramizmi yo'qmi uni? Ha, Olimjon. Labba. Endi uni tartibga chaqirishga kech bo'ldi-ku. Yaxshi ishdi. Erta kechib bo'lmaydi aka. Menga qarang Olimjon. Pul jaraqlab kelib turgan joyda tartib bo'ladimi? Endi Olimjon uka. Xafa bo'lmagin-u, meni bunaqa mayda-chuyda ishlarga aralashtirmagin, xo'pmi? Bo'ladigan bir jiddiy muammolaring bo'lsa, ayt, hal qilib beray. Mayda-chuyda ishlar deysiz, bular kerak bo'lsa sizning mashinalaringizni ham rasmga olib tarqatib yuryapti. Umuman qoida buzmaydigan mashinalarning orqasidan yurib, kichkina xatolardan foydalanib, shu orqasidan soqqa qilyapti. Tirikchilik qilyapti. Qoida buzishga majbur qilib, suratga olib, shuni orqasidan tirikchilik qilyapti. Shunaqa qilyapti. Mana qara, orqadan tirikchilik qiladiganlarga o'rtog'ingni qo'yib yubar. Qo'yganman. O'rtog'imni ham rasmga olib tarqatib yuborishdi. Gapi o'tmadi. Ochig'ini ayting, yoki sizni ham gapingiz o'tmaydi bularning. Olim. Men ularni-chi bitta sindiraman. Qara, men senga yordamchim beraman. Hozir birga borasizlarda hammasini. Va o'chirdi. Bitta sindirasiz. Rahmat sizga. Rahmat aka, rahmat sizga. Davay, bo'ldi, rahmat. Ishondim aka. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Salom, go'zal qiz. Nima qilib yolg'iz turibsiz bu yerda? Mashinaga o'tiring, bir aylantirib kelaman. Я нахожусь в машине только тогда, когда сама еду за рулем. Ha, shunaqami? Qani mashinangiz ko'rinmaydi? Машина находится из-за некоторых козлов на штрафстоянке. Ha. Endi o'ylanmang. Bunaqa jamiyatimizda nopok insonlar hozir juda ham ko'payib ketgan. Mani mashinamni bir haydab ko'rmaysizmi? А вам хватит духа дать машину свою? Voy, sizga jonimni berishga ham duxim yetadi. Mana kalit. Ну, поехали. Yuring, marhamat. Куда поедем? Bir yaxshi restoranga haydang. Sizni bir mehmon qilay. А у вас денег-то хватит? Voy, duxim yetdi-ku, pul ham topilar. Хорошо, unda ketdik. Ketdik.
Вы пока посидите, подумайте, а я сейчас на минуточку. Aha. Сейчас. Hop. 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 Ovun baroridan ketdi-da bugun, ha? Bekor ovora bo'libsiz. Ofitsiantga aytsagan bo'lardi-ku. Ну, я хотела, чтобы вы пили из моих рук. Voy, joningdan sani. Bo'lmasa ichamiz. Baxt uchun. За здоровье. Shunaqa. Oldik. Все нормально? Hammasi yaxshi. Zo'r. Zo'r. Panalarda yurgan yigit, hammani tasvirga olgan yigit, gay akalarga sotgan yigit, shim o'rniga yo'q yubka kiyib, gay akalarga sotgan yigit, shim o'rniga yo'q yubka kiyib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, mana qarang, eshikda qo'ng'irog'i bor. Madaniyatli odamlarga o'xshab ting 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 qilib chalsangiz bo'lmaydimi? Eshikda dupur-dupur qilasiz. Endi ukam qo'ng'iroqni keyingi safar bosib qo'yaman. Menga qanaqa chaqirishni farqi yo'q. Men odamni topsam bo'ldi. Mana sizga maktublar kelgan. Qabul qilib oling. Oho. Sevgi xatlarimi deyman?
Sevgi? Ha? Qanaqa sevgi? Sevgi emas, qora xat. Qora xat? Qora xat. Mani hech qanaqa yaqinim urushga ketmagandi shekilli. Jarima ukam, radar kameralariga tushgansiz. Bo'lishi mumkin emas, nima deganingiz bu? Ichini ochib tekshirasizda, ana keyin gayiga borib, gayda hal qilasiz. Qolganini men bilmayman. Meni vazifam tarqatib ketish. Qo'l qo'yib oling mashina, ko'p gapirmasdan. Mana menga qo'l qo'ysangiz, olganligingiz to'g'risida bu. Ish qilib aniqmanganmi? Aniq tekshirasizda, ana o'shandan keyin o'zingiz bilib olasiz maligini. Omon bo'ling, bo'pti, men ketdim. Hammasi bir kunda olinganmi? Qachon bo'lgan bunday voqea? Yaramas qiz. Jarimalar mashina narxidan ham qimmat-ku. Endi nima qilaman? Bog'larda bog'lar, bog'larda gul, go'zal chamanda. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ilhom ham kelmay qo'ydi. Sanam, ha? Nochor ahvolga tushib qopsan. Haligi gulli ko'ylaging qani? Qulog'imgacha qarzman. Boygana jarimalar to'la olmay qiynalib, bor budimni sotib yuribman. Bitta zo'r she'r bor. Aytib beraymi? Ayting. Kasbing seni quloqmi? Quloqmaylar. Qalaysizlar? Ustoz hamkasblar? Biz sizga qanday hamkasb bo'ldik? Tirikchilikka aslar o'rgatdinglar-ku menga. Mana qarang aka, bu ishlarni oxiri voy ekan. Vaqtida yig'ishtiring. Hey, kallani ishlatish kerak, irim qilavermasdan. Vaqtida to'xtat. Nima? Hasad qilyapsizlarmi? Biz ham edik sizdek, siz ham bo'lasiz bizdek. To'g'ri. 3-stol qo'yib o'tirmagin kelib yana. Lekin bitta zo'r she'r bor. Ey, she'ringizni ishi yurishmagan omadsizlarga o'qib bering. Sog' bo'linglar. Eshit, quloq borki, quloqlarning naqshidir. Quloq borki, hayvon sandan yaxshidir. Bunday chiroyli qiz ko'chada yolg'iz yurish yarashmas. Chiqing mashinaga. Я нахожусь в машине только тогда, когда сама еду за рулем. Qani mashina? Из-за некоторых козлов она находится на штрафстоянке. Ish qilsa, unaqadan ko'payib ketgan. Mana mashina. У вас духа хватит? Duh munoga. Haydang chiroyli. Birinchi, yana.